Sergeli Xonobod Fayzli ko'chasida mana shu 2 sotuvli 5 ta xonadan iborat hovlimizda sotuvga qo'yilyapti. Sizlar bilan hozir obzorlarini ko'rib chiqamiz. Bu yerda darvozasidan kirganimizda mana shunaqangi hovlimizda bo'pti. Fasad ishlari qolgan faqat. Hovlimizdan kelganimizda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bemalol bittadan tortib ikkitagacha mashina sig'adi. Va mana shu joyimizda, ko'rib turgan mana shu joyimizda podval qilib qo'ygan ekanlar. Podval qismi. Bu yerda naveslarimiz, uyimizning faqat fasad qismi qolgan, qolgan joylari hamma joyi bitgan. Uyimiz 2 sotuv 5 xonadan iborat bo'ladi. Asosiy binoga kiramiz. Asosiy binoyimiz bo'pti. Kirdik, kirganimizda bu yerda koridor qismimiz bo'pti. Va bu yerda uyimizning birinchi xonasi, zal qismimiz bo'pti. Va bu yerda chap qo'limizda uyimizning oshxonasi. Uyimizni ko'rib turganingizdek zo'r holatda turibdi. Bu yerda birinchi qavatdagi umumiy sanuzlimiz bo'pti. Bu yerda uyimizning ikkinchi qavatiga ko'tarilganimizda bu yerda ham koridor qismimiz bo'pti. Chap qo'limizda uyimizning zal qismi. Bu yerda bitta xonamiz, kattagina, yana bitta spalnik qo'ysalar bo'laveradi bu yerni ham. Bu yerda detskiy xonamiz. Uyimizning har bitta xonasini ko'rganingizdek katta-katta bo'pti. Bunaqa kichkina-kichkina bo'lib qolgan xonalarning o'zi yo'q. Bu yerda bo'lsa spalniyimiz bo'pti. Va bu yerda uyimizning umumiy sanuzli. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, $156 ming deyilyapti. Yana ham kelishadigan joylari bor. Aloqa uchun pastdagi raqamlarga telefon qilaverasizlar.